Ushbu loyihamiz Agrobank Pastdarg'om filiali hamkorligida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Go'zalkent mahalla fuqarolar yig'ini 329-qarorli sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda no'xat mahsulotlari ekilgan. Maydoniy hajmi 10 gektar. Eni 100 metr, bo'yiga 1000 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar o'nib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 140 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar ham oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Shunqor bog'lari qishloq xo'jaligi korxona ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan kamida 2 tonna, jami esa 20 tonna hosil olish rejalashtirildi. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshib boriladi.